Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hurmatli jamoat, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning rahmati bilan biz Qodir kechasi turida so'zni olib boramiz. Robbimiz subhanahu va taala har birimizga foydali ilmlar olishga nasib etsin. Ham biz ma'lumotni qo'yin olamiz Qur'on kitobidan, chunki Qur'on osha Alloh taala bizni bilan silasha narsa nishik butunisini Robbimiz subhanahu va taala bizga ayta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam osha ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'z misolida bizga ko'rsatgan, onlar g'olimlarga topshirgan, ham g'olimlar bizga anglatib beradilar. Ham jamoatul muslimin Robbimiz subhanahu va taala Qodir kechasi turida ayrim bir surada bizga ayta. Qoya aytila: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Shunliqda biz shu Qur'on kitobini Qodir kechasida sizga jiberdik. Allohning rahmati bilan qarag'i shu Qodir kechasining darajasi nindi zo'r. Nishik Jibril alayhisalom kim Robbimiz Alloh tomonidan Qur'on kitobini bizga keltirar edi. Onun eng buyuk farishtalar orasida eng buyuk daraja bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Qur'on kitobi kelgan edi. Eng buyuk payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lgan. Hem Qodir kechasida biz sizga ona jiberdik. Hem Qodir kechasining jamoatul muslimin darajasida bek muborak, bek zo'r bo'lgan Allohning rahmati bilan ham jamoat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ali payg'ambar bo'lgancha ul har vaqt shu Ramazon vaqtin o'zigina o'zdirab, o'ylab, fikrlab, nishlab kishilar turli putlarga tobinalar, nishlab kerakmagan aybirlardan so'raylar, nishlab Robbimiz Allohga murojaat etmaylar deb ham shunda jamoatul muslimin shu Ramazon oylarida, shu Qodir kechalarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonina Jibril alayhisalom kela. Ham siz xotirlaysiz, eng birinchi oyat-i karimlarni keltira qaysi nisha o'qila. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi robbikallazii xalaq. Alloh taolaning ismi bilan o'qi. Shukr jamoat, biz o'qiyik. Ham Robbimiz subhanahu va taala shu Qodir surasida davom etadi. Va ma adraka ma laylatul qadr. Qo'yan sen bilasing narsa ul Qodir kechasi ham o'zi Robbimiz Alloh javob berar narsada laylatul qadri xayrun min alf shahr. Ming oydan da xayrliroq de jamoatul muslimin. Agarda biz otnani qarasak, mana otnada 7 kun eng zo'r, eng darajali, eng savobli ul juma. Hatta şu cuma iki g'oyibdan da buyukroqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bütün oylarning sultoni Ramazon oyi, lekin bütün kishilarning sultoni, hatta 1000 oyning da sultoni jamoatul muslimin ul Qodir kechasi. Ham ana sanab olsak shu 1000 oy ul 83 yil. 83 yil qarag'i jamoatul muslimin bizning ya'ni umrimiz bir kecha shekilli. Bir kecha shekilli. Ham shu kechada biz duo qilaylik. Shu kechada biz izgilik qilaylik. Shu kechada Alloh subhanahu va taolo qabul etsin. Biz xayr sadaqalarini beraylik. Ham shunda ajr savobi jamoatul muslimin 83 yil qilgan shekilli, ishlagan shekilli. Jamoatul muslimin ham Robbimiz subhanahu va taolo davom etaversa-di. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Shunda sizga bütün farishtalar kela. Sizga Jibril alayhisalom kela. Jamoatul muslimin yeshqina kishilar so'rov bera, Hazrat, shu Qodir kechalarini nechik biz toba olamiz? Qo'yan, albatta, eng birinchi biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat etdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dersadi, oxirgi 10 tunda jamoat shuni izlagiz. Albatta biz 27si deb umidlanamiz. Lekin jamoat biz har tunni shu Ramazon oyida shu Qodir kechalarini izlaylik. Ham biz xotirlaymiz, nechik abilarimiz aytganlar edi. Ko'p kishilar uni ko'rganlar edi. Bunadi Qodir kechasi ko'klarda oshila, tunni yop-yopta bo'lib keta. Allohning rahmati bilan jamoat har birimizga shu mezgillarni ko'rga nasib etsin. Chunki onda bütün duolarimiz, bütün ezgi amallarimiz, bütün ishlarimizni Alloh subhanahu va taolo qabul etadi. Jamoatul muslimin, albatta, Hazrat, biz nechik uni o'zdiraylik? Biz qo'yan uni bilik.
hem boshqa bik ko'p so'rovlar siz jamoat bir qachonda shusha din bo'yicha so'rovlarni berishga olmaysiz. Mana shusha huzur TV'ga da yozib jibarigiz, sholtiratig'iz, o'z so'rovlaringizni berigiz. Albatta jamoatul muslimin Rabbimiz subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Shunday va'zlar ko'proq chiqib, sizda bo'lgan so'rovlarga sizga javob olirga nasib etsin. Ham shunda qarag'iz jamoat. Shusha nishak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, qachon ol. In birinchidan albatta oxirgi 10 tun deb aytgan, yoqti bular. Ham butun mana nishak biz o'qidik, butun farishtalar shunda yerda ham tinchlik. Mana siz bilasiz, masalan, biror yerga kirasan, ham nishakdir jonga tinch bo'lib ketadi. Sen shusha binoda 1000 martaba bo'lgan shekilli o'zingni his etasan. Ya'ni anda farishtalar bulg'ali biror yerga kirasan, nechikdir ko'ngil sikira boshli, jon sikira boshli, nindidir qo'rquv, ya'ni farishtalar yo'q, shaytonlar shushin yerda. Alloh taolo saqlasin. Shu jamoat Qadr kechasi qachon tinchlik jon ana siza farishtalar to'lg'an deb shuni jamoatul muslimin unutmak. Hatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dersadi, jilda yo'q, itlarda irmi tibton jamoat. Buna ol Qadr kechasi. Lekin yuqlab qolabizmi, nishlaybizmi? Shusha 83 yil yuqlagan shekilli. Shusha tunni gunohda o'zdiramiz ekan, 83 yil gunohda o'zdirgan shekilli. Shuni ibodatda. Eng birinchi ul bit Ramazon oyi masjidga borib, iftor oshlarida qatnashib, tarovih namozlarida qatnashib, ham shundan so'ng jamoat bilan masjidda qolib, turli yoqda albatta turli odat, qoyadir tasbih namozlarini o'qiylar, qoyadir va'z siylar, qoyadir duo qilarlar. Lekin jamoat nishik bo'lsa-da, biz shu tunni izgi amalda, duoda, izgilikda, xayr sadaqalarda o'zdirik. Shunda Alloh bersa, Alloh taolo bizga shu 83 yil qilgan ajr savoblarni berajak. Hem jamoat Rabbimiz subhanahu va taolo davom etadi shu Qadr surasida, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hem shu ertangi namoz kelgancha, sahar tamom kelgancha butun yerda tubdan tinch bo'lar jamoatul muslimin. Hazrat, men bit ishlayman, menga bit tun bo'yi o'tirga yoramay, menga bit ertan ishga borarga kerak. Ey jamoatul muslimin, biz bitinimiz ishlaymiz. Biz bitinimiz kun-tun shababız, tirashamiz, oilamizni oshatirga, bolalarni o'qitirga, xotinimizni kiyintirga, rizqni keltirga. Albatta, lekin biz shuni unutmaylik. Shuluk ishni beruvchi bizga kim? Shu xo'ja bizni ishga olsinmi, olmasinmi, onun ko'ngilga soluvchi kim? Alloh. Shu zarplataning barakati bo'lsinmi, yo'qmi, onun xo'jasi kim? Alloh. Chunki mana shu barakat degan so'zin jamoatul muslimin onlarga da ixtibor etik ala. Onlarga da ixtibor etik ala. Mana ega qaytqash, qo'y bir vaqt bir ozgina oshibizda to'qlandik. Qo'y bir vaqt ko'p etib oshiysan, baribir osh. Ya'ni mana shu rizqning barakati yo'q, shunga biz osh qolamiz. Jamoat shuni da hal etuvchi Alloh. Bizning umrning xo'jasi kim? Alloh. Bizga she'r beruvchi, davo beruvchi kim? Alloh. Ham Alloh taolo Qur'oni kitobida aytadi, mana shu bir kishadi 1000 oydan da xayrliroq. Biz jamoatul muslimin o'zimizni oqli turgan turli sabab izlaymiz. Hazrat, men hali masjidga borg'ali vaqtim yo'q, hali sinroq pensiyaga chiqqach borarman. Ton narsadir Hazrat, mening bolalarni qararga kerak. Boshqa nechik bizning xalqimiz ayta, tilagan kishi yo'lin toba, tilamagan kishi sabab toba. Lekin jamoatul muslimin shu Qadr kechasi ul Allohga kerakmi? Bizning o'razalarimiz, bizning namozlarimiz ul Alloh kerakmi, ul bizga kerak. Chunki butun xalq o'razali bo'lsa, butun xalq namozli bo'lsa, butun xalq shu Qadr kechasini izlab masjidlarda yig'ilsa-da, Alloh subhanahu va taolaga ni foyda, ni ziyon bo'lmas. Jamoat ul bizga kerak. Bizning duolarni Alloh qabul eta, bizga davo bera, bizga umr bera, bizga rizq bera, bizga barakat unashin bera. Chunki jamoat mana ko'p kishi sholtirata kela, sirri Hazrat duo qilamiz. Masalan, ilona olmayman, kiyovga chiqa olmayman. Shunda Alloh taolo narsani qabul etamiz siradi.
Biz Hazret mening vaqtim yo'q, ertan ishga borasi bor. Ama qay bir oilelarda bolalar yok. Vrachlar qarasa bütünüsü tertipti. Çünkü Allah bermey. Allah'dan so'raylik. Onu tabip de hal etmey. Allah Teala birsagina tabip hal eteceğiz. Allah bermese bulmuş. Şükür Allah Teala ite sıra verirmen. Benim vaqtim yok. Hazret nişleptir mene işni taba almayım. Sıra verirmen diye Allah Teala. Şu cemaatül müslimin ol bizge gerek. Ol Rabbimiz Allah'a gerek mi? Hatta eti enilerge, abi babaylarga, şuluk Rüstem Hazret'e koysa sizge eyti Kadir kişesini izlegiz, namazın okağız, urazasını tıdığız. Mina da cemaatül müslimin ni ziyan, ni fayda. İlla meğer Allah birse, Allah karşında eğer de şu vaazını tınlap, qarab, belki siz şu vaazını başka kişilerge jiberip, şundansın, şu kişi urazasını tutsa, şu kişi Kadir kişesini görüp dua kılsa, şunda dualarda rahim etip, sizge şunu kılığız, okağız, izlegiz degen hazretlerini de unutmağız. Bizge de dua kılığız, çünkü biz de dualarga muhtaç. Allah Subhanahu ve Teala her bir dua tileklerini kabul kılsın. Hazret, min alibit namazını da okuy bilmeyim. Min şın-şından eytsek de teharet de olabilmeyim. Nişik? Allah Subhanahu ve Teala gafurur rahim. Allah Subhanahu ve Teala rahimullah hem gafur etmişe. Hem kutsi hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derse diye Allah Teala eytkendi. Eğer de benim bendem ezgine Allah'a yakınrak bulayım deyip tırışsa Allah Subhanahu ve Teala onlara yakınrak bulardı. Şu cemaatül müslimin Allah'ın rahmeti bilen biz irenik, bilik, hatta bilmesek de birer biletirgan dostumuzni ev hazretlerimizni sırap. Hazret, bugün Kadir kişesidir. Yarıyım meşitke kilerge. Hazret sizni karşı alır. Nişik de heret alırga körsetir. Nişik namaz okarga körsetir. Şuna göre uyalmağız, korkmağız. Hazret, emin meşitke kilsem, onda mina bit kararlı bu ders oturmağan, bu ders kulları tutmağan, bu ders okumağan. Elhamdülillah cemaat. Meşitke kilgeç, ikinci kişiye bir kişi de ihtibar etmi. Çünkü ol Allah Teala'nın iyine kilgen, Allah Teala'dan sorarga kilgen, Allah Teala'ga ibadet iterge kilgen. Hem ikinci kişi nişik okey, nerse sarı, onarga ihtibar iterge vakit yok. Çünkü ol üzerine sarı. Hem Kadir kişisi cemaat ol uzun bulmaz, ol kıskağına, bik tiz ötetirgan. Hem biz onu bir yıl küttük. Ramazan işinde bulgan Kadir kişisinde bir yıl küttük. Hem ol bir neçe saat işinde o'tib ketdi. Cemaat shukr şu vaqtlarni biz sarf etmik, onu izlayik, Qodir kechasini ko'rayik, duo qilayik. Hem Alloh subhanahu va taolo qabul etsin. Hazrat, nishlab mana siz aytasiz, duo qilasiz. Mana shunday g'adiy aybirlarda sirarga yoraymi? Cemaat alhamdulillah, bizga umrni beruvchi Alloh, bizga sinovlarni beruvchi Alloh, har narsani beruvchi Alloh. Shukr Allohdan narsa tilaysang, shuni so'ra. Tishing og'irta ekan, ya Rabbim tishim og'irtmasin. Boshqa biror sabab imtihonlarga hazırlanasan ekan, ya Rabbim xayrli etib imtihonlarini bergan nasib et. Uydan ishig'asan ekan, ya Rabbim xayrli kunlar ber deb mana g'odiy nindi narsa tilasagizda, narsalarini so'rasagizda Alloh taolo beruvchi, qabul etuvchi. Shukr inshaalloh bizga shu qodir kishalarini ko'rgan nasib etsin. Hazrat, tag'in mana shu izgi kisha bek tez o'tadisiz, ani tag'in nindi narsalar qilib bo'la. Alhamdulillah cemaat masjidga kelgach, mana masjidda cemaat narsalarini qila, narsalarini o'qiy, shuni ishlagiz. Shunda o'q. Mana sizning tug'anlaringiz bor, yaqinlaringiz bor. Onlarni da borlab oling'iz. Onlarda da nindi duolar, umuman bizning vatanimizni, butun yer shorin nindi tan narsalar kerak. Shukr jamaatul muslimin o'zi biz ishon so'raganda da biz boshqa kishilarni da unutmaylik. O'zi bizga eson sog'lik so'raganda boshqalarga da shirlagan kishilarga eson sog'lik ber ya Rabbim. Tinchlik so'raylik, baxt barakat so'raylik.
Rabbimiz subhanahu va taala har narsani qabul etadi. Yangidan sizga esga tushirам. Alloh taala shu qodir kechasini buyuk qilgan. Shu qodir kechasida Alloh taala Qur'on kitobini jibergan. Ham biz jamoatul muslimin Qur'onda ayrim qodir kechasi surasini ko'ramiz. Shuni o'qiyik, izgilik qilaylik, ajrlarini yeyik. Alloh taala barakat unashin bilsin. Jamoatul muslimin qodir kechasi albatta bütün duolarimiz qabul. Lekin jamoat Alloh taala Qur'oni kitobida narsadi. Estaizu billahi ibda bin nafsik. O'zingdan boshladi. Mana o'zimizga qaraylik jamoat. Biz qo'llarni ko'tarib Alloh taoladan so'raymiz. Narsa bizga kerak, narsa do'stlarimizga, yaqinlarimizga kerak, bilgan, bilmaganlarga kerak. Lekin biz o'zimizga e'tibor etik. Mana bizning kiyim, shu kiyim halalmi? Albatta hazrat, necha kiyim halal bo'la ola. Bo'la ola jamoatul muslimin ham ul gunohli da bo'la ola. Masalan, biz duo qilganda bizning ko'lmagimiz ol sotib olingan, halal aqshasini olinganmi? O'rlangan. Alloh saqlasin. Balki biz urlagan kiyimlarni kiyib yuribmiz. Ham Alloh taala bizning duoni nechik qabul etsin. Hem shunda jamoatul muslimin narsalarini nechik biz kiyinamiz. Albatta erlar, xotin, qizlar biz shuni e'tibor etik. Ey hazrat, sen yangidan hozir tubatay yovliq turida aytasan. Albatta jamoatul muslimin kiyimga da e'tibor etik. Nechik biz kiyinamiz. Alloh taoladan onları so'raymiz. Alloh taolo albatta rahimli, marhamatli, qabul etuvchi. Lekin mening kiyimim durustga shundan so'ng jamoatul muslimin biz e'tibor etik o'zimizning oshovuna. Biz qo'llarni ko'tarib Alloh taoladan so'raymiz. Uyda iftor oshlarini o'stiramiz, xolodilniklarni ochamiz, qoraymiz. Shunda jamoat halalmi yoki harommi? Hazrat, mana bitta endi tovuq eti necha kunda halal? Yo'q jamoatul muslimin, agarda oni bismillahi Allohu akbar deb sholmaylar ekan, ul tovuq bo'lsinmi, ul siyir bo'lsinmi, ul soriq bo'lsinmi, ul halal bo'lmas. Illa magar bismillahi Allohu akbar deb sholsalargina. Jamoat, biz o'zimizga olatirgan turli aybirlar, tamli turtlar, ularda halalmi, yo'qmi? Hazrat, necha onda da bulurga mümkün. Şakura cemaat biz narsani oshaymiz, shularga e'tibor etik. Biz bit Alloh taolo ayta halal osha, men halal oshamayman, lekin qodir kechasida qullar ko'tarib, "Ya Rabbim, ber" deb Alloh taolo albatta berir. Lekin o'zimizdan boshlaylik jamoatul muslimin. Mana shu vaqtda Robbimiz subhanahu va taolo narsadi, ota-ona haqlarini o'ta. Biz yoshlar belki ani bilan siylashmaymizda, shaltiratmaymizda, qunoqqa yurmaymizda, osharga bormi, yo'qmi? Ona da bilmaymiz jamoat. Qullar ko'taramiz, qodir kechasi deb Alloh taoladan so'raymiz. Nishak ani ati oyoq ostida jannat. Shuni unutmang jamoatul muslimin. Shunda Robbimiz subhanahu va taolo narsadin namozin qildi. Kunina 5 topqir Robbimizga sajda qil, ruku qil, qiyam qil. Sıra Alloh taoladan kunina 5 topqir deb Alloh taolo bizga amr beradi. Yo'q hazrat, mening vaqtim yo'q, men bitta ishlayman. Menga bir g'oyila oshatirga kerak. Uni da beruvchi Alloh. Nechak biz siylashgan edik. Uni da hal etuvchi Alloh. Alloh ayta, men senga 24 soat berdim. Shulardan yarti soatdan kira ber, namozingni o'qi. Mening vaqtim yo'q. Lekin qodir kechasida qo'llarim ko'tarib so'rayim. Jamoat, shunga ko'ra mana alhamdulillah hali vaqt bor. Aydagiz o'zimizdan boshlab kiyimlarimizni, oshovlarimizni, odatlarimizni hem boshqa masalan kimdir ayta, hazratday men ro'za tuta olmayman. Nishlab deb so'rag'ach, mana tamaki tortam deb uni tashlay olmayman. Albatta shoyartib shu kishiga aytam, anda bit yozilgan shu sigaret nishli, hatto jamoatul muslimin hukumat yoza, sigaret kishi bilan nishli tashlay olmayman deb. Alhamdulillah jamoat sizga toshlarga nasib etsin, namozin o'qirga nasib etsin, halal rizqini osharga nasib etsin. Alloh taolo barakat unishlarini bersin. Shunda jamoatul muslimin bir bola kutatirgan ani yoza, hazratdi shu xatladi, mana nishlabdir do'ng'iz itin oshasi kela. Solisin. Aytam, qizim, ul gunoh bit yaramay.
Lakin halalında var. Mesela Allah'ın rahmeti bilen yigitlerimiz tırışıp atların asırıylar. Atlardan da şunu yasatarlar. Hem ol halalde hem biktemlede. Şuşa aşağıç rahmetlerini aytken Qarali Hazret. Biz halallere var iken deyip anı bilmedik de. Elhamdülillah cemaatül muslimin. Allah Teala bizge bu dünyanı birgen, bu dünyanın kanunlarını birgen. Hem Allah Teala bizge şu kanunun birip bizge biz buldura olmaytırgan emirlerin Allah Teala birmey. Buldura olmaytırgan emirlerin birmey. Hem cemaatül muslimin başka hadis şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dersedi. Sizin günahlarınız bir gün bulsa da lakin siz Allah rızalaşın şu Kadir kişisinde dua kılıp ya Rabbim gafur kıl deyip sorasak Allah Teala bütün hata günahlarımızı gafur eder. Lakin şartı var. Başka şu günahlarga kayıtmazga, namazın okurga, urazasını tutarga, halalın aşarga, hatınını rencitmezge, irge buysunurga, eti enilerini hürmet iterge Allah Teala bizge kuşa. Demek gadi eybirler. Lakin şeytan mel'un la'natullahi aleyh bizni adaştırıp, sataştırıp, elle koylarga ap gitip, biz telefonlarga şumıp, kompüterlarga şumıp, televizorlarga şumıp, biz şu Allah kuşkan eybirlerge vakıtın tabalmayız. Bik uyat bulurga diyiş. Allah Teala'dan uyalı cemaat. O'zi biz kullar ko'targan. O'zi biz Allah kuşkan eybirlerin ishlamaymiz. Şu misalni her vaqt keltirem. Masalan, siz xo'jag'izga, direktorga zaявление yozdingiz, zarplat ko'tarsin deb. Şu zaявлениеңiz yota. Direktor kiradi. Ey Rustamdi, aydan tega eybirni tezgina ishlab ol. Men yo'q, vaqtim yo'q deb javob bersam. Direktor ikinci günde başka işin koşa, mintan yok, vakıtım yok deyip cevap versem. Onları şu zaявлениені tutup kirsem. Şu kişi nişler? Allah Teala bütün zaявлениеларыбызны kabul ite. Bütün dualarımızı kabul ite. Biz günahlı bulsak da, vakıtım yok deyip aytsak da. Cemaat, lakin uyat bulur iş. Namazın kılayık, urazasını tutayık, izgilik kılayık. Şunda Allah birisi Allahu Subhanahu ve Teala iki dünyanın da rahatın, bahtın, bereketin bilecek. Cemaat, biz unutmayık. Biz şu dünya bilen gına şumgan, şu dünya turunda gına uylagan, ballarga şu dünyada gerekli eybirlerin satıp Allah'ımız biremiz okutabız. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nersedi? Her bir mümin Müslüman bu dünyada yaşaganda kış şekilli yaşarga tiyiş. Yani iki kanatı bulurga tiyiş. Bir kanatı bu dünya. Biz okumuşlu bulayık, institutlarını bitirik, hünerlerini öğrenik, g'ilimli bulayık. Lakin ol bu dünya ahiret cemaat. Uraza, Kadir kişesi, namaz, bu eti eni, hürmet, miskin yetimler ol da bulurga tiyiş cemaat. Eğer de bir kanat kına biz ışa almayız. İki kanat bulsağına ışa alabız. Şu cemaatül muslimin o'zi bizde bolalarga da terbiye berganda, o'zi biz kullarni ko'targach bala da ko'tarsin. O'zi biz uraza tutganda cemaat albatta bala uraza tuta olmasa ko'pmidir vaqt belki tatlı eybirlerin aşamışa onun urazası bulsan. Hem biz şu Kadir kişisinde balamızga birer bulak birik. Ol da sırrı bit Allah Teala'dan ya Rabbim eti enimiga şunu bulak etsin ide eledip. Biz taraşık cemaatül muslimin balanın duaları da kabul bulsan. Allah Subhanahu ve Teala berekatın bilsin. Gayitlerge kelgende de çünkü Kadir kişisi kilo bilen bir neçe günnensin uraza beyramida kile. Uraza beyramında cemaat birbirimizge vak belekey bulsa da kuşteneşlerini bulak etik. Allah Subhanahu ve Teala bereketli, hayırlı, unaşlı Kadir kişilerin bilsin. Şunu kurup dua kılıp o'zi bizga da, tug'anlarga da, bütün jamiyat uchun duo qiling.